ukam bilan necha bo'lganini qaranglar. Bu ukam bilan o'ynaymiz, qabaq o'ynaymiz. Ukam bu Ratnoy ukam bo'ladi bu. Hozir yonimda o'tiribdi. Salomlashib qo'y ukam. Assalomu alaykum. Akalar, chunda akam tanibdilar. Ukamdan necha? 2. Ukamda 2. Onamizni bo'lmaydi ham bu. Hoppa. Endi 3 bo'ldi ukamda. 3 ta. Mundoq qolib ketishgan. Men eng kattasi yig'lab, dadamning oyoqlariga osilib, yig'lab, nima qilamiz, men ukalarim yosh edi-yu deb, men bunaqa quchoqlab olib yig'laganlarim esimda turadi. Shu bilan hammaligi 15 yosh. Ko'rmaganman. Ha? Bir xil bo'lgan taqdir. 15 yosh bo'ldi. Ojon? Ha. Mana shunaqa mendek bo'lgan. Shunaqa. Ojondan 36 yoshda o'lgan, Sizonidan 36 yoshda o'lgan. 15 bo'lgan. Bir xil bo'lganmiz. Bir xilda bo'lganmiz. Voy keyin ana ukalarimni men boricha anaqa bo'lmadi-yu. Voy men ukalarimga shuni. Voy ukajonim, endi o'ynashdinglar. Bo'lmasam uzoqlashgan. Ali yoshim endi qaraylik ukam. Zaksam olmay qoldirmagan. Merisaga chaqirib to'yda ertasiga Merisaga berib yuborishgan. Kimdir dushmanlik qilib. Yosh yetmagan qiz. Voy ukajonimni qaranglar. Cho'tta. Voy ertasiga kelin bo'lib anaqa olib ketib qolgan. Merisaga. Bu yoqqa borib bo'lib, Mana ukajonim. Nogiron bo'lgan. Dadam nogiron bo'lgan. İşleməsi idi, heç qəsdə uyğunması idi, uxlaması idi. Uyğunu da aramalardı, nəsə etdi. Keçəsi mənə çıxıb, qoşunga mənə tarif verib oturadi. Voy buvijon. Hammaga tarif berib o'tiraman. Qancha bolaya bitta sizdan taqdirgan anaqada. Qo'shingani kichkina omadman keyin. Hop. Bitta siz bo'lasiz. 9'un necha qaranglar. Odam bo'lmasdi. Maya, badanu, desene tiyastuk. Bugun sizlar bilan video tugadi.